Orqonsimon bez kasalligi, ya'ni zo'b kasalligi har xil bo'ladi. Giperplaziya, uzlovoy zoblar, asosan eng ko'p tarqalgani yana uzla tugunlarning bo'lishi. Xo'sh, bemor ikkalalaridan o'zi aniqlanadi. Birinchi bemorimizni ko'rayotganimizda mana o'ng bo'lagida o'zi aniqlanadi, 1,5 santimetr kattalikdagi. Va uni yaxshilab ko'rib, orqasiga qaraganimizda, orqasida sal undan kattaroq, 1 santimetrdan sal kattaroq bo'lgan yana o'zil ko'rinadi. Ichilaridagi suyuqlikni holatiga va vaskularizatsiyasiga e'tibor berib ketamiz bu yerda. Ikkinchi bemor ona bola. Bunda bemorda ham o'ng bo'lagida ham chap bo'lagida bor. Mana birinchi chap bo'lagidagi o'zil, chap bo'lagida kichikroq, mana bu o'ng bo'lagidagi o'zillari, o'ng bo'lagida esa salgina kattaroq o'zillarni ko'rishimiz mumkin. O'zi vaskularizatsiya, birozgina vaskularizatsiyani qon tomirlar bilan ta'minlanishi va o'zilning holati ichidagi suyuqlikni ta'riflab berib ketish maqsadga muvofiq bo'ladi.